Assalamu alaykum, hörmətli televizor көрgüçiler. Yaxşımsızlar. Dünya Uyg'ur qurultayı tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men İftixar Abdurshid. Juma kuningizga muborak bo'lsin. Hörmətli ko'rmanlar, tövəndə diqqətingizlar kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Siyasi күзәткүчеләр кейинки yillardan buyon iqtisodiy kuchidan foydalanib BDTning har qaysi organlarga singib kirishga boshlagan va BDTni o'zining orqa bog'chisiga aylantirishga harakat qilayotgan Xitoy hokimiyatining shuncha to'sqinlik va noroziliklarga qaramasdan Dolqin Ayso apandim bilan Zumrat Tayarkin xonimning 27 va 28 sentabr kunlari orqa-orqadan BDT kishilik huquq kengashining 54 navbatlik yig'inida so'z qilish salohiyatiga erishib, Xitoy vakillar o'migining ko'ziga qadalib turib, Shi Jinping boshchiligidagi Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlarini qattiq ayblashini Xitoy hokimiyatining xalqaro sahnalarda uchirgan ig'ir darajadagi diplomatik mag'lubiyatlarning biri deb qaramoqda. Bo'libmi 27 sentabr kuni Dolqin Ayso apandim yig'inda so'z qilayotganda Xitoy vakillar o'migining uning so'zini ikki qatim adabsizlarcha bo'lib g'avg'o chiqarganlik voqeasi g'arb matbuotlarida keng doirada o'rin oldi. Bir qism matbuotlar BDT televiziyasi orqali naq maydondan tarqatilgan buning oid ko'rinishlarni takror ekran keltirib, mustabid Xitoy hokimiyatining mutamlikini, o'ktamlikini va rasvoligini yana bir qatim dunyo jamoatchilik oldida namoyon qilishdi. 28 sentabr kuni Nyu-Yorkda o'tkazilgan Oslo erkinlik munbiriga alayda taklif bilan bevosita kelib qatnashgan Dunyo Uyg'ur qurultayining Gollandiya vakili Jasur Lager shoidimiz Qalbinur Sidiq va Fransiyadagi Lager shoidimiz Gulbahor Xotivojilar sahnaga birlikda chiqib, o'zlarining jazo lagerlaridagi ichinishli kechirmishlari, jazo lagerlarida ko'rganlari, fashist Xitoy hokimiyatining jazo lagerlaridagi Uyg'ur va turkiy millatlarga mansub xonimlarga yurgizgan vahshiylarcha qiynash va xo'rlashlari, majburiy tug'mas qildirish qilmishlari, lagerdagi Uyg'ur ayollarining soqchilar tarafidan bosqinchilik uchrash, untinsiz ujuq turib g'oyib qilib o'tish qatorliq insoniyat qarshi jinoyatlar haqida amaliy misollar bilan guvohlik berganda bo'lsa, dunyoning har qaysi ellaridan kelib yig'inga to'plangan necha yuzlagan yuqori darajalik siyosiy arboblar, xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining va turli ommaviy guruhlarning mas'ullari, xalqarada tanilgan faoliyatchilar, shoidlar, jurnalistlar va parlamentlar cho'nqur ta'sirlanib, bu ikki qahramon lager shoidimizga guldiroz olqish sadolari bilan cho'nqur hurmatini va hisdoshligini ifoda qilishdi. Ba'zi yig'in qatnashuvchilari bo'lsa hayajondan ko'z yoshlarini tutolmadi. Oslo erkinlik munbiri bo'lsa dunyoning har qaysi joylaridagi muhim kishilik huquq masalalari va hokimiyatlar hukumatlarining eng yaqinqi ahvol haqida munozaralar bo'ldigan, shundaqla dunyoning har qaysi ellardagi tanilgan shaxslarni, kishilik huquq faoliyatchilarini, siyosat va savdo sohasidagi yuqori darajalik arboblarni bir so'ringa jam qildigan eng nufuzli xalqaro munbarlarning biri bo'lib, 2023-yili 6-oyda Osloda o'tkazilgan Oslo erkinlik munbiri yig'iniga lager shoidlarimizdan Qalbinur Sidiq bilan Gulbahor Xotivojilar shoid sifatida alayda taklif qilingan. Ularning ayni chog'dagi guvohlik yig'in qatnashuvchilarida cho'nqur iz qoldirgan edi. Shuning uchun Oslo erkinlik munbiri tayyorlik komiteti bu qatim Nyu-Yorkda o'tkazilgan yig'inga yana bu ikki lager shoidimizni taklif qilib elib kelgan edi. Dunyo Uyg'ur qurultayi ijroiya komitetining raisi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Ömer Qanat, Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Alfidar Iltabir, Tayvan parlamenti kishilik huquq komitetining bosh kotibi O'rkash Davlat, Erkin Osiyo radiosining tanilgan jurnalisti Gulchehra G'oja va Amerikadagi pedagog va jasur lager shoidimiz Tursun Ziyoddin qatorliqlarmi yig'in qatnashuvchilari sifatida Qalbinur Sidiq va Gulbahor Xotivojilarga hamroh bo'ldi. Bizdagi hayot, biz hargiz to'xtab qolmaymiz, oxirigacha kurash qilamiz. Buning uchun biz sizlarning bizlar bilan turishinglarni, bizning erkinligimiz, haq huquqimiz uchun kecha-kunduz kurash qilayotgan Dunyo Uyg'ur qurultayi, Uyg'ur kishilik huquq qurulishidagi tashkilotlarning qo'llashinglarni va o'zinglarning bir kishilik insonlik burchinglarni ado qilishinglarni, bizga yaqindan yordamda bo'lishinglarni umid qilamiz. Biz faqat birlikda ittifoqlashganda Xitoy Kommunist partiyasidan g'olib kelalaymiz. Hammaga rahmat. Dunyo Uyg'ur qurultayi buningdan 10 necha yil burun bayonot e'lon qilib, Xitoy Xalq Jumhuriyati qurilgan va Sharq Turkiston Xitoy kommunistlarining to'liq ishg'ol qilishiga uchragan 1-oktyabr kunini Sharq Turkiston xalqining motam kuni deb jakarlab, har qaysi ellarda faoliyat olib berayotgan Uyg'ur tashkilotlarini va siyosiy faoliyatchilarimizni 1-oktyabr motam kuni munosabati bilan butun dunyo miqyosida Xitoy hokimiyatiga qarshi keng ko'lamli norozilik faoliyatlarini uyushtirishga chaqirgan edi. Shuningdan buyon Uyg'ur tashkilotlarimiz Dunyo Uyg'ur qurultayining chaqiriqiga qizg'in ovoz qo'shib, o'zlari turishli davlatlarda turli shakldagi norozilik faoliyatlarini toki bugun qadar izchil davomlashtirib kelmoqda. Kommunist Xitoy hokimiyatining vatanimiz Sharq Turkiston ishg'ol qilganligining 74-yillik munosabati bilan 26 sentabr kuni Dunyo Uyg'ur qurultayi vaqfisi, Uyg'ur tadqiqot markazi,
Uyg'ur Akademiyasi vaqfisi, Uyg'ur Hareket Teşkilatı ve Şarkı Türkistan Tədqiqat Vaqfisi qatarlıq 5 təşkilat birlikdə Anqarada Xitay işğalının 74-cü ildə Şarkı Türkistan vəziyyəti degan temada muhokama va axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazgan edi. Vatanimizning Xitoy kommunistlar tarafidan ishg'ol qilinganligining 74-cü illik munosabati bilan 28-sentabr kuni Kanada Uyg'ur haqlarini qo'g'dash tashkiloti bilan Kanadadagi Tibet tashkilotlari birlikda Ottavadagi Kanada parlamentida Haqiqat uchun o'rtaq kurash degan temada muhokama yig'ini uyushtirdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi qonun komitetining mudiri va Kanada Uyg'ur haqlarini qo'g'dash tashkilotining raisi Mehmet To'xta apandimning riyosatchiligida o'tkazilgan muhokama yig'iniga 6 nafar Kanada parlament a'zosi bevosita qatnashib va 3 nafar parlament a'zosi tabriknoma yo'llab o'zlarining Uyg'ur xalqiga bo'lgan bevosita qo'llashini ifoda qilishdi. Mehmet To'xta apandim yig'inda qilgan so'zida vatanimizning Xitoy kommunistlar tarafidan ishg'ol qilinish jarayoni, ishg'oldan keyin Xitoy hokimiyatining vatanimizda Uyg'urlarni asos qilgan Turkiya xalqlariga qarta rayimsizlarcha elib borgan bostirish, so'mirish, vatanimizning tabiiy boyliqlarini talon-taroj qilish, vatanimizga zo'r ko'lamda Xitoy ko'chmanlarini yerlashtirish siyosatlari haqida umum tushuncha berish bilan birga Xitoyning vatanimizda yurgizayotgan siyosatining tipik bir mustamlikchilik siyosati ekanligini, Xitoyning 1949 yildan buyon yurgizayotgan yuqorqidagi siyosatlarining Xi Jinping davriga kelganda keng ko'lamli irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyatga aylanganligini, agar xalqaro jamoatchilik Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga qarshi jiddiy tadbir qo'llanmagan taqdirda necha ming yillik shonliq tarixga va madaniyatga ega Uyg'ur xalqining tarix sahnasidan tamoman yo'qolib ketishga yuz sildiganligini alayda ta'kidlab o'tdi. Muhokama yig'inidan keyin Mehmet To'xta apandimning boshchiligidagi bir guruh Uyg'ur va chet ellik do'stlarimiz Xitoyning Ottavadagi bosh elchixonasining oldida to'planib, kommunist Xitoyning ishg'oliga qarshi namoyish olib bordi. Qurultoy markaziy ishxonasining stansimizga bildirishicha, 1 oktyabr motam kuni munosabati bilan Kanada, Amerika, Avstraliya, Yaponiya, Turkiya, Angliya, Gollandiya, Norvegiya, Fransiya, Shvetsiya, Shvetsariya, Germaniya qatorliq ko'plagan davlatlarda norozilik namoyishlari o'tkaziladi. Namoyish qilish imkoniyati bo'lmagan davlatlardagi Uyg'ur tashkilotlari muhokama va suhbat yig'inlari uyushtirishga tayyorlanmoqda. 28 sentabr kuni ikki Germaniyaning birlashganligining 33 yillik munosabati bilan Germaniyaning Washingtondagi bosh elchixonasi tarafidan o'tkazilgan qutlug'lash murosimiga bosh elchi Mihail Sepandim va xonimi Hayk xonimning alayda taklif bilan qatnashgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining raisi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Ömer Qanat apandim murosim jarayonida ko'plagan davlatlarning yuqori darajalik amaldorlari va diplomatlari bilan ko'rishib, ularga Uyg'urlarning navbatdagi ichinishlik ahvoli, Xitoy hukumatining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini yo'q chiqarish va o'zini oqlash uchun elib berayotgan ta'tir tashviqotlar haqida ma'lumot va tushuncha berdi. Ömer Qanat apandim murosim jarayonida Germaniyaning bosh elchisi Mihail Sepandim va xonimi Hayk xonim bilan ayrim ko'rishib, Germaniya hukumatining Uyg'urlarga ko'rsatgan yordami, shundaqla Germaniyaning BDT qatorli xalqaro munbarlarda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini kun tartibda tutib turish uchun ko'rsatgan tirishchiligiga butun Uyg'ur xalqi nomidan minnatdorlik bildirdi. Gerçi Germaniya federal parlamenti Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini hozirgacha rasmiy qabul qilmagan bo'lsa-mu, ammo Germaniya hukumati mayli BDT'da bo'lsin yoki Yevropa ittifoqida bo'lsin yoki boshqa xalqaro munbarlarda bo'lsin Uyg'urlarni qo'llash harakatining boshlamchisi bo'lib keldi. 2018-yili Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Iso apandim Xitoyning BDTdagi doimiy elchisining qattiq e'tirozi bilan birlikda uni yig'in zaliga qaytadan boshlab kirgan. Buningdan 10 yil burun Dolqin Iso apandim Janubiy Koreyada o'tkazilgan bir xalqaro yig'inga qatnashish uchun borganda Xitoyning xalqaro soqchi tashkiloti Interpol orqali Dolqin Iso apandim ustidan chiqargan qizlaranglik tutish buyrug'iga asosan Janubiy Koreya soqchi doiralari Dolqin Iso apandimni tutqun qilib Xitoy qaytarib bermoqchi bo'lgan. Buningdan xabar topgan Germaniya tashqi ishlar ministrligi jiddiy harakatga o'tib, Janubiy Koreya hukumati bilan kecha-kunduz aloqa qilib, Dolqin Iso apandimni qamoqxonadan chiqarib Germaniyaga sog'-salomat qaytarib kelgan. Uningdan boshqa yana Dolqin Iso apandim yuqorqidagi sabab bilan Italiya qatorliq ba'zi davlatlarda tutqun qilinganmi, Germaniya hukumatining bevosita aralashishi bilan qo'yib berilgan edi. Gerçi 2018-yilning oxiri Interpol Dolqin Iso apandim ustidan chiqargan tutish buyrug'ini amaldan qoldirgan bo'lsa-mu, ammo Germaniya hukumati hozirga qadar Dolqin Iso apandimning bexatarligiga izchil turda ko'ngil bo'lib kelmoqda. Onundan başqa yana Xitoy hukumati Dunyo Uyg'ur qurultiyi Germaniyaning Myunxen shahrida rasmiy qonunli qurilib faoliyat boshlagan 2004-yildan buyon Germaniya hukumatidan ko'p qatim qurultayning qonun salohiyatini bekor qilib, markaziy ishxonasini taqib etishni talab qilib kelgan bo'lsa-mu, ammo Germaniya hukumati Xitoyning Dunyo Uyg'ur qurultiyi ustidan sungan Xitoy qarshi bo'lgunchi zo'ravon terrorist tashkilot degandek ayblashlarga va Xitoyning talablariga qilchi pisand qilib qo'ymagan. Hozirgacha qurultay markaziy organi bir qatimmo avar qilinib boqmagan. Aksincha, qurultay ishxonasining atrofiga maxsus chorlovchi soqchilarni o'rnashtirib, qurultay rahbarlarining amonligini qo'g'dashni izchil turda davomlashtirib kelgan.
Bu jarayonda qurultay ishxonasi atrofida timsoqlab yurgan ikki Xitoy gumondorni tutqun qilib so'roqqa tortgan edi. Uningdan boshqa Germaniyaning navbatdagi birlik sep hukumatidan o'rin olgan Sotsial Demokrat partiyasi, Yeşiller partiyasi va Erkin Demokrat partiyasiga mansub bir qism parlament a'zolari Dunyo Uyg'ur qurultayining tashabbusi bilan yaqinda Germaniya federal parlamentida qurilgan Uyg'ur do'stlik guruhining qurg'uvchi a'zolari qatoridan o'rin olib, Germaniya hukumatining Uyg'urlarga bo'lgan qo'llashini vositali holda namoyon qilgan edi. 26 sentabr kuni dunyodagi tilshunoslik tadqiqoti va til faoliyatchilari uchun xizmat qiladigan tashkilot Linga Pax bayonot e'lon qilib, Dunyo Uyg'ur qurultayi tadqiqot markazining mudiri, elgi tonilgan pedagog va tilshunos Abduvali Ayubning 2023-yilda xalqaro Linga Pax mukofotiga loyiq ko'rilganligini jakarlagan edi. Bu xabar muhojirat yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimizni cheksiz suyundirdi. Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqin Aysa apandim bu munosabat bilan stansimiz qilgan tabrik so'zida o'zining barlig'ini Uyg'ur ona tilini qo'g'dab qilishga va uni taraq qildirishga atagan va bu sharafli yo'lda ig'ir bedellarni o'tagan Xitoyning zindonlarga qamilib jismoniy va ro'yi jihatdan ig'ir qiynashlarga uchragan pedagogimiz Abduvali Ayubning xalqaro Linga Pax mukofotiga erishganligidan cheksiz g'urur tuyganligini, buning butun Uyg'ur xalqi uchun bir shon sharaf ekanligini ifoda qildi. Linga Pax xalqaro mukofoti tilshunoslarning Nobel mukofoti deb qaraladigan muhim mukofot bo'lib, xalqarodagi til tadqiqoti, til o'qitishi, til va madaniyat qo'g'dash harakatlari, o'xshamagan madaniyatlar aro aloqa va til ko'p xilligini ilgari surish va himoya qilish uchun qurilgan g'ayri-hukumat tashkiloti Linga Pax xalqaro tarafidan tarqatiladi. Mazkur mukofot e'lonida mundaq deyilgan: Abduvali Ayub o'z vatanida turkiy tillar tadqiqoti bilan shug'ullangandan boshqa o'zini Uyg'ur ona tilini saqlash va taraqqiy qildirishga beg'ishlagan. Abduvali o'z yurti Qashqar va Uyg'urlarning markaziy shahri Urumchida Xitoyning Uyg'ur tilini o'qitishni cheklash siyosatiga qarshi holda Uyg'ur til maktablarini ochgan. Bu harakatlar sababli Xitoy hukumatining jazolashiga uchrab, xo'rlash va azoblar ichida 17 oy qamoqda yotgan. Nurg'un jarayonlardan keyin avval Turkiya, ondan hozir Norvegiyadagi sargardonlik hayotida Uyg'ur tilini himoya qilish xizmatini davomlashtirgan. Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan qirg'inchilik va bostirishlarini fosh qilgan. U 2016-yilda qurgan Uyg'ur yordam tashkiloti va uning do'stlari birlikda davlatlarda Uyg'ur tili maktablarini qurishga yordam qilgan. Abduvali Ayub yana nurg'un Uyg'ur tili darsliklari, Uyg'urcha kitoblar, adabiy asarlarning avtori. 2023-yil aprelda Abduvali Ayub Uyg'ur tili faoliyati uyushtirib, o'xshamagan davlatlardagi o'smirlarning ona til o'rganish qizg'inligi va fikr almashtirish uchun hassa qo'shgan. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qitimliq sanımızgacha görüşkiç aman bolğaysızlar. Stansiyamızın YouTube kanalına əza bo'lishni unutmang. Xeyr xoş.